أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Ushbu 3 ismni barcha ishlar yengil bitib, xushhol bo'lish uchun wird qilib foydalanish mumkin. Masalan, biror tijoratda foyda olish niyatida yoki biror kishi bilan uchrashishda muhim bir masala hal qilinishida qalbi bilan qabul qilishi uchun o'qiladi. Turli majlislarda haybat va izzat qozonish uchun o'qiladi. Yana sehr, ko'z va hasad ta'sirida yuzida turli ko'ngil tortmas g'uborlar bo'lgan bo'lsa, tezdan yo'qoladi. Yuziga ko'zi tushgan kishi qalbi yumshaydigan sirga ega bo'ladi. Allohning go'zal ismlarida bandalar uchun aql yetmas sirlar va tuhfalar mavjud bo'lib, nasibasi borlar ulardan manfaat topadilar. Ushbu wird boshlagandan bir hafta o'tib, ajoyib tajalliyotlarga guvoh bo'lish mumkin. Inshaalloh taala. Wird tartibi har bir farz namozidan so'ng qo'lini yuziga yaqin qilib, bir marta Fotiha surasini o'qiydi. O'qiganda nafasi qo'liga urilishi lozim. Ortidan ushbu 3 ism 7 marotaba o'qib, dam solib yuziga suriladi. Subhanal muhyil vadud. Ba'zilar qasam bilan aytibdilarki, kimki bu virdni dangasalik qilmay doim o'qib yursa, xalq orasida e'tiborli kishiga aylanadi. So'zi hamma joyda qabul bo'ladi. Inshaalloh taala. Marhamat tasbih pastdagi birinchi silkaga qo'yildi.